Agarda shokoladli qulupnayni xatosiz tayyorlasangiz, Bismillah. xuddi shunaqa ovoz chiqadi. Buning uchun esa o'rta bo'yli qattiq sortli qulupnaylarni yaxshilab yuvib chayib olib, salfetkaga taxlab, batamom quritib olamiz. Aks holda shokolad qulupnaylarini qoplay ololmaydi. Qurigan qulupnaylarni morozilkada 15 daqiqa davomida yaxshilab sovutib olamiz, ammo qulupnaylar aslo muzlab qolmasin. Qulupnaylar qarsildoq chiqishi uchun shokoladga aslo yog' qo'sha ko'rmang, bu xato. Istalgan shokoladni o'zini shunchaki mikrovolnovkada 15 soniya davomida qizdirib, yaxshilab aralashtirib olib, yana 15 soniya qizdirib, yana aralashtirib olsa, shokoladli qoplamamiz tayyor. Shokoladli qoplama uchun barcha do'konlarda sotiladigan sifatliroq shokolad plitkalaridan foydalanamiz. Qulupnay yaxshilab sovutilgan bo'lsa, shokolad tez, qalin va bir tekisda qoplanadi. Qulupnaylarni pergament qog'ozga taxlab, xolodilnikda 1 soat sovutib olib, ana undan so'ng bezatib olsak, shokoladli qulupnaylarimiz tayyor. Hozir ayni qulupnay pishgan paytida ushbu retsept bilan yaqinlaringizni xushnud qiling. Agarda sizga ma'qul kelsa, meni duolaringizda eslab qo'yishingiz yetarli.